Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Temir yo'l bekatlar va uzellari fanidan mashg'ulotlarimizni davom ettiramiz. Bugungi 3-mavzuyimiz rejada va profilda bekatdagi yo'llar joylashuvi. Ushbu mavzuni quyidagi rejalar asosida yoritamiz. Temir yo'llarning toifalanishi haqidagi ma'lumotlar, temir yo'lning trassasi, plani va bo'ylama profili, temir yo'llarni loyihalashning tartib va qoidalari, loyihalashda iqtisodiy va texnik izlanishlarning ahamiyati, loyiha variantlarini texnik va iqtisodiy taqqoslab tanlash. Yangi temir yo'l liniyalarini, yangi hududlarni va ularning tabiiy boyliklarini o'zlashtirish, mavjud o'ta yuklangan liniyalarni yengillashtirish, yo'lovchilar va yuklarni tashish vaqtini kamaytirish maqsadlarida quriladi. Yangi liniyalar mavjudlaridan temir yo'l tarmoqlarining faoliyatidagi ahamiyati, tashishlarning miqdori va tavsifi bilan tubdan farq qilishi mumkin. Shular sababli temir yo'l liniyalarini loyihalashga qo'yiladigan texnik talablar va me'yorlar tegishlicha differensiyalanib toifalangan. Loyihalashda asosiy dastur bo'lib xizmat qiluvchi qurilish me'yorlari va qoidalari 1520 mm kenglikdagi yangi temir yo'llar va shoxobcha yo'llarni darajalashni ko'zda tutadi. Liniyaning darajasiga qarab uning asosiy parametrlari va loyihalashga texnik talablar, yo'lovchi va yuk poyezdlarining tezliklari hamda liniyaning barcha inshootlari quvvati belgilanadi. Qurilish me'yorlari va qoidalari bo'yicha mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlaridagi yangi temir yo'llar, korxonalarga boruvchi shoxobcha yo'llar, qo'shimcha 2-3 bosh yo'llar, quvvatlar oshirilayotgan, rekonstruksiya qilinayotgan mavjud yo'llar umumiy temir yo'l tarmoqlaridagi o'rni va vazifasiga qarab quyidagicha darajalanadi. Demak, temir yo'llarning darajalashi: tezyurar, o'ta yuklangan 1-2, 3 va 4 darajali. Demak, umumiy holatda 6 ta darajaga bo'linadi. Tezyurar, o'ta yuklangan va 1, 2, 3, 4 darajali. Bu darajalarning ahamiyatiga keladigan bo'lsak, temir yo'lning ahamiyati: yo'lovchi poyezdlarning 160 dan 200 km/soat tezlikda yurish uchun magistral temir yo'llar, bu o'sha tezyurar. Katta miqdorda yuklar tashish uchun magistral temir yo'llar o'ta yuklangan demak hisoblanadi. Magistral temir yo'llar 1-darajali, demak magistral temir yo'llar 2-darajali, magistral temir yo'llar 3-darajali. 4-darajali yo'llarimizga temir yo'llar stansiyalarga bog'lovchi va korxonalarga bog'lash shoxobcha yo'llari hisoblanadi. Yuklar miqdori kesimida keladigan bo'lsak, yil davomida 50 million tonna kilometrdan demak ortiq yuk tashiladigan bo'ladigan bo'lsa, 50 dan ortiq demak bu o'ta yuklangan. 30 dan 50 gacha 1-darajali, 15 dan 30 gacha 2-darajali, 8 dan 15 gacha 3-darajali va 8 gacha yuklanganligidan qat'iy nazar demak bu 4-darajali yo'llar hisoblanishi belgilab qo'yilgan. Temir yo'l liniyasining trassasi: yer polotnosi qosh chizig'i sathidagi yo'l bo'ylama o'q chizig'ining fazoviy holatini belgilaydi. Trassaning gorizontal tekislikka proyeksiyasi uning rejasi deyiladi. Trassa chizig'ining vertikal tekislikka yoymasi liniyaning bo'ylama profili deyiladi. Trassa yoqalab temir yo'lni, uning boshqa inshoot va qurilmalarini, temir yo'l posyolkalarini va shaharchalarni joylashtirish va o'rmonzorlar barpo etish uchun ajratiladigan yer yo'lga ajratma maydon deb nomlanadi. Ajratma maydon chegaralari yo'llarning rivojlanish istiqbollarini hisobga olgan holda maxsus ko'rsatkichlar bilan belgilanadi. Loyihalash davrida yo'lning trassasi belgilash liniyasini trassalash deyiladi. Trassaning eng ijobiy yaxshi yechimi liniyaning rejada to'g'ri chiziq va yukli harakat yo'nalishida bir maromdagi nishablik bo'ylab joylashishi bo'lar edi. Ammo bunday yechim imkoniyati har doim ham bo'lavermaydi, chunki temir yo'l aholi punktlari orqali o'tishi, tabiiy to'siqlar, tog'lar, ko'llar, botqoqliklar va shu kabilarni aylanib o'tishi, yer ustki tuzilishining notekisliklaridan o'tishi va nihoyat qurilish xarajatlarini arzonlashtirish maqsadlarida trassa holatini rejada va profilda o'zgartirishga olib keladi. Shuning uchun ham temir yo'l liniyasi rejada to'g'ri chiziqli uchastkalar va egriliklardan, profilda esa maydoncha deb nomlanuvchi gorizontal uchastkalar va qiyalik deb nomlanuvchi nishabliklardan tashkil topadi. Reja bo'yicha ko'radigan bo'lsak, demak shaharlar, aholi punkti, ko'l, botqoqlik, daryo,
o'rmonlarni kesib o'tishi mumkin bo'ladi. Agar tabiiy to'siqlar bo'ladigan bo'lsa, tog'lar bo'ladigan bo'lsa, unda iqtisodiy samaradorlik aniqlanadi. Yo demak tog'ni teshib tunnel ochish yoki yetilib o'sha tog'ni aylanib o'tish. Mana shu tariqa demak loyiha ishlari amalga oshirilishi mumkin bo'ladi. Bo'ylama profil ko'rinishiga keladigan bo'lsak, demak mana bu yer deb qaraladigan bo'lsa, bu temir yo'l izimiz tekisliklardan va qiyaliklardan iborat bo'lishi mumkin. Bundan tashqari egriliklarimizda qo'llaniladigan, ruxsat etiladigan radius masofalari berilgan, ya'ni radiuslarimizning necha metr bo'lishi ekanligi belgilab qo'yilgan. Yo'lning darajasidan kelib chiqqan holatda aytaylik, tez yurar darajali yo'llarimizda 4000 dan 3000 metrgacha tavsiya etiladi. Qiyin sharoitlarda 2500 metrgacha demak radius egrilik radiusi bo'lishi mumkinligi belgilangan. O'ta qiyin sharoitda 1200, boshqarma bilan kelishilgan holda esa 800 metrgacha demak loyihalanish mumkin ekanligi belgilab qo'yilgan. O'ta yuklanganga keladigan bo'lsak, 4000 dan 2000 metrgacha, qiyin sharoitda 1500 metr, 1000 metr o'ta qiyin sharoitda va boshqarma bilan kelishgan holda 600 metrgacha tushirishimiz mumkin bo'lar ekan. Demak, yo'lning profilining holatlaridan kelib chiqqan holatda. Birinchi darajali yo'llarimiz 4000 dan 2500 gacha bu tavsiya etiladi. Qiyin sharoitlarda 2000 metr, o'ta qiyin sharoitda 1000 metr va boshqarma bilan kelishgan holatda 400 metrgacha loyihalash mumkinligi belgilab qo'yilgan. Ikkinchi darajali yo'llarimiz 4000 dan 2000 metrgacha o'zi tavsiya etiladi odatiy holatda, lekin qiyin sharoitlarda 1,5, o'ta qiyin sharoitda 800 va boshqarma bilan kelishgan holatda 400 metrgacha loyihalash mumkinligi belgilab qo'yilgan. Uchinchi darajali yo'llarimiz 4000 dan 1200 metrgacha tavsiya etiladi. Qiyin sharoitda 800, o'ta qiyin sharoitlarda demak 600 metrgacha olishimiz mumkin bo'ladi va boshqarma bilan kelishgan holda 300 metrgacha qabul qilishimiz mumkin. 4-darajali umum tarmoq liniyalari, tarmoq yo'llarni bog'lovchi yo'llarga keladigan bo'lsak, xususiyatlardan kelib chiqqan holatda 2000, 2600, 2300 yoki 600, 500, 200 qiyin sharoitda, 350, 200 esa o'ta qiyin sharoitda, boshqarma bilan kelishgan holatda 200 metrgacha demak egrilik radiuslarini olishimiz mumkinligi belgilab qo'yilgan. Temir yo'l liniyasining asosiy parametrlaridan biri uning yetakchi qiyaligidir. Yetakchi qiyalik eng katta surunkali ko'tarilishi bo'lib, uning qiymati bo'yicha minimal hisobiy tezlikda yakka tortuvchi kuch bilan harakatlanuvchi poyezd massasining me'yori belgilanadi. Ushbu qiyalik yo'lning darajasi va topografik sharoitlariga qarab yangi va qo'shiladigan mavjud liniyalarda poyezd vaznini umumlashtirilgan me'yorlarga keltirishni hisobga olgan holda texnik iqtisodiy hisoblar asosida belgilanadi. Yetakchi qiyalik yangi tezyurar liniyalarda 0,1002, o'ta yuklangan liniyalarda 0,1009, birinchi darajali liniyalarda 0,1012, ikkinchi darajali liniyalarda 0,1015, uchinchi darajali liniyalarda 0,102, to'rtinchi darajali liniyalarda esa 0,103 dan katta bo'lmasligi kerak ekanligi belgilab qo'yilgan. Ya'ni bu deganimiz 2000 millikdagi nishablik, 9000 millikdagi, 12000 millikdagi, 15000 millikdagi, 20000 millikdagi va 30000 millikdagacha demak ruxsat etilyapti. Siz xabaringiz bor, o'sha Boysun Qumqo'rg'on liniyalar uchastkalarimizda. Qolaversa, Angren Pop yo'nalishimizdagi uchastkalarimizda yetakchi qiyaliklar belgilab qo'yilgan. Bu shu 18000 millikdan shu 26000 millikgacha bo'lgan hududlar borligi ekanligi siz bilasiz. Demak, bu nishabliklarimizni yengish uchun albatta, ya'ni yengish uchun deganda nazarda tutamizki, o'sha poyezdlarni o'sha yuki bilan tortib o'sha qiyalikdan chiqa olishi. Mana shu chiqa olishi kelib chiqqan holatda poyezdlarning massasi belgilanishi aytib o'tilgan. Aytaylik, u faqatgina ma'lum bir hududdagina bo'lib, qolgan hududlarimiz to'g'ri yo'lliklardan, unchalik katta bo'lmaganlardan iborat bo'ladigan bo'lsa, unda poyezd massasi juda kamaytirilib yuborilmaydi-da. Demak, aynan o'sha joyda yordamchi lokomotivlar yo'lga qo'yiladi. Ya'ni bu yerda o'sha orqa tomonidan, sostavning orqa tomonidan ulanib itarish yordamida uni chiqarib olishiga, aynan o'sha uchastkadan chiqib ketishiga yordam berish mumkin bo'ladi. Mana shunday poyezdlar harakatini tashkil qilish mumkin bo'ladi.
qiyin uchastkalar deganimiz shu yetakchi qiyaliklari katta bo'lgan uchastkalarda. Belgilangan me'yor bo'yicha birinchi darajali uchastkalarda 12.000, o'ta yuklanganlarda 9.000larimiz bu bitta lokomotiv o'zi belgilangan massasini, demak bu nishablikdan bemalol tortib ketish imkoniyatiga ega bo'ladi. Agar aynan shu darajada birinchi darajali yo'lda 12 emas 15, 16 lar ishtirok etgan bo'lsa, unda qiyalik, unda aynan o'sha uchastkalarimizda boya aytganimizdek yordamchi lokomotivlar orqali u nishabliklar yengishi amalga oshirilishi mumkin bo'ladi. Uzunligi poligon uzunligidan kam bo'lmagan, mahalliy joyning qiyaligi yetakchi qiyalikdan ancha katta bo'lgan murakkab topografik sharoitlarda qo'shma tortuvchi kuchli qiyalik qo'llanilib, bunday uchastkalarni hisobiy massali poyezd bir necha lokomotivlarning birgalikda tortishi yordamida o'tadi. Qo'shma tortuvchi kuchli qiyalik qiymati yetakchi qiyalik qiymatiga bog'liq bo'ladi. Masalan, agar yetakchi qiyalik 0.15 bo'lsa, ikki lokomotiv bilan tortish qo'shma qiyaligi 0.29, 3 lokomotiv bilan tortish qiyaligi esa 0.4 dan oshmasligi kerakligi belgilab qo'yilgan. Temir yo'l obyektlarini loyihalashda, qurishda va ulardan foydalanishda avvalo tabiatni asrash va muhofaza qilish masalasi qo'yilishi kerak. Temir yo'l qurilishi izlanish ishlari va ularni loyihalashdan boshlanadi. Izlanishlarning vazifasi yangi yo'llarni qurish va ishga topshirish sharoitlarini o'rganish, loyihalash uchun kerakli materiallarni yig'ib tayyorlashdan iborat. Loyihalashning asosiy vazifasi yangi temir yo'lning ratsional loyihasini tuzish bo'lib, bu temir yo'l kelajakda tashish talablarini to'liq qondirishi kerak. Temir yo'l loyihasida talabiy o'tkazilish va tashish qobiliyati, poyezdlar harakat xavfsizligi, kapital mablag'lardan samarali foydalanish, qurilmalarning keyingi rivojlanish imkoniyatlari, qurilishda yangi texnik vositalar va progressiv texnologiyalarni qo'llash ko'zda tutilishi kerak. Ya'ni liniyalarning loyihasi sanoat, aholi yashaydigan punktlar, transportning boshqa turlari ehtiyojlari va atrof muhitni saqlash talablarini hisobga olgan holda ishlab chiqishi kerak. Temir yo'l transportida loyiha ishlarini respublika temir yo'l va transport qurilishi boshqarmalarining maxsus institutlari bajaradi. Ma'lumot uchun shuni aytib o'tamizki, O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyati qoshida, demak, Tosh temir yo'l loyiha institutlari mavjud va undan tashqari respublika miqyosida Bosh trans loyiha aksionerlik jamiyati tashkilotlari borki, bular asosan loyihalash ishlarini amalga oshirib beradi. Temir yo'llarni loyihalashda eng yaxshi maqbul yechim bir necha raqobatbardor variantlarni ishlab chiqib, ulardan eng yaxshisini texnik iqtisodiy taqqoslash asosida tanlab olinadi. Bunda barcha taqqoslanuvchi variantlar ular uchun bir xil bo'lgan umumiy ma'lumotlar, harakat miqdori, yagona texnik shartlari va me'yorlar, bir xil foydalanish talablari asosida ishlab chiqiladi. Variantlarni taqqoslashda kapital va foydalanish sarf-xarajatlaridan iborat qiymat ko'rsatkichlari asosiy ahamiyatga ega. Shu bilan bir qatorda pul bilan o'lchash qiyin bo'lgan safar qulayliklari, shaharsozlik talablarini qondirish va boshqalar sifat ko'rsatkichlarini hamda foydalanishga jalb etiladigan tabiiy boyliklar, qurilish va foydalanishda mehnat sarfi, yuklarni tashish tezligi va shu kabilar natural ko'rsatkichlarini ham hisobga olish lozim bo'ladi. Shu bilan bugungi mavzuimiz yuzasidan qo'yilgan barcha rejalar to'xtalib o'tdik. E'tiboringiz uchun rahmat.